Otajon, bugun ustozim yig'ladilar. Ustozingiz yig'ladi? Nega yig'ladilar? Behruz o'rtog'im dars qilmay keluvdi, keyin ustozini qulog'idan tortdilar. Bolalar darsimiz matematika dars. Kir bolam. Ustozi menga qarang. Hozir bolam yig'lab bordi, uribsiz. Nima haqqingiz bor men bolam urishga? O'qitayotganmiz yoningni o'chiring ovozingiz. Men hali qilib qo'ymayman. Otajon, sizlar paytinglarda ustozlar yig'laganmi? Biza paytimiz. Bizani yoshligimizda ustozlarning qadri otani qadri bilan bir xil edi. Ustoz bizani urishganda uydagilarga yetmasdik. Ota-onalar ustozlarni hurmat qilardi. Aybni ustozdan emas, bizdan qidirishardi. Hozirgi kunda yoshlarning buzilib, tarbiyasiz bo'lishiga ustozlar emas, aslida ota-onalar aybdor. Oyijon, yuring maktabga. Nega? Ustozim urishdi. Ha? Nimaga urishadi ustozing? Dars qilib bo'lmaganini urishdilar. Men nima qilishim kerak? O'shanga borib urishib keling, Kim bilan? ustozim bilan. Qiziq ekansan. Men seni aybing bo'lib turib, yana seni yoningni olib ustozing bilan urishib kelaman. Ustoz bekordan bekorga urishmaydi bolam. Tushundingmi gapimni? O'g'il bola o'zini harakatiga o'zi javob berishi kerak.